Xitoyda bir farzandlik bo'lishga ruxsat qilinadigan planliq tug'ish siyosati sababli davlat noposining 1 milliard 400 milliondan 600 millionga tushadiganligi bildirildi. Buning siyosiy va iqtisodiy masalalarni keltirib chiqarishi mumkinligi o'tirib qo'yildi. Sabah gazetasining xabar qilishicha, Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasining dekabr e'lon qilgan bir dokladida davlat noposining yillardan buyon ijro qilinayotgan planliq tug'ish siyosati natijasida tunji qadam shiddat bilan tushishga duch kelganligi bildirildi. Bu ahvol davomlashsa, noposning bu asr ichida 1 milliard 400 milliondan 600 millionga tushadiganligi ogohlantirildi. Dokladda 800 million nopusning ozlab ketishining nopus krizisi bilan birga siyosiy va iqtisodiy masalalarni keltirib chiqaradiganligi ta'kidlandi. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonda yo'qolan bahonalar bilan Uyg'ur sarxillarni tutqun qilish va lagerlarga qamashni davomlashtirmoqda. Turkiston vaqti to'g'ridan xabar qilishicha, Sharqiy Turkistonlik ig'ir darajalik boks chempioni dangliq bokschi Abdurishxonning yig'ilish lageriga qamalganligi bildirildi. Kasbiy mashg'ulot va tantarbiya o'qituvchisi bo'lgan Abdurishxonning millatparvar va dindor kishi ekanligi ma'lum. Hindiston harbiy doiralari Pokistondagi terrorlik bazalarga hujum qilishni davomlashtirganligini bildirdi. Yangi Dehlida armiya doiralari tomonidan o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida general Bahal terrorlikka qarshi ekanligini ta'kidlab, Pokistondagi terrorlik tashkilotlari nishonlarini yo'qotishga tayyor ekanligini aytdi. Shuning bilan birga Rossiya va Amerika mo ikki davlat orasida murossachi bo'lishga tayyor ekanligini bildirdi. Pokiston bosh ministri Imron Xon Hindiston bilan bo'lgan jiddiychilikning pasayishida rol o'ynash uchun Erdo'g'onga telefon qilganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump Suriyada Daeshning qo'lda bo'lgan barliq zaminlarni 100% qaytarib olganligi haqida bayonot e'lon qildi. Trump Suriyada Daeshga qarshi zafar e'lon qilinganligini bildirib, Daeshning qo'ldagi zaminlarning 100% qaytarib olinganligini aytdi. Amerikaning Venezuelada xalqaro kuzatuvchilarning nazoratida saylam o'tkazishni tashabbus qilgan loyihasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida Rossiya va Xitoyning rad qilishiga uchirdi. Yana bir tarafdan Rossiyaning Venezuelaning siyosiy mustaqilligiga qarta kuch ishiltish va ichki ishlariga aralashishni rad qilish haqidagi loyihasi Xavfsizlik kengashida ma'qullanmadi.